5 mahal namoz o'qiyotganlarga xush xabar. 5 mahal namoz o'qiyotganlar. Sizlar 50 mahal namoz o'qiyapsizlar. 5 mahal namoz o'qimayotganlarga yomon xabar. Sizlar 50 mahal namoz o'qimayapsizlar. Alloh taolo aytdiki, "Ma yubaddalul qawlu ladayya" dedi. Meni huzurimda so'z o'zgarmaydi dedi. Nimaga? Birinchi bo'lib Isro Me'rojga ko'tarilganda namoz 50 mahal farz qilingan. So'ngra Musa alayhissalom bilan payg'ambarimizning suhbati mashhur suhbat. Chiqib tushib qayta bo'lgandan keyin 5 mahalga tushdi o'sha namozlar. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton. 5 ta farz. Lekin Alloh taolo aytdiki, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Meni huzurimda so'zlar o'zgarmaydi. 5 mahal xomsun 5 ta degan. Xomsuna dedi. 50 mahal namoz o'qiyapti deb yozamiz dedi. 50 mahal namozning savobini yozib qo'yamiz dedi. Bomdod qolib ketgan odam 10 ta qolib ketgandek qo'rqib ketish kerak. Peshinni qoldirgan odam 10 ta namoz qoldirgandek qo'rqish kerak. Shuning uchun jamoat mudoafatul ujur, savoblar ko'paytirib beradi desa, Alloh taolo o'zi shunday zotda savoblarni siz men menga to'xtamasdan nima qilib beradigan, ko'paytirib beradi.